cho'l, jazirama issiq, suvsizlik, ammo shu sahroda toza suv va salqin joy borligini tasavvur qila olasizmi? Ha, qadimda ajdodlarimiz bunga yechim topgan. Bu Sardobadir. Sardoba deb turib, havuzning tepasi pishig'ishlar bilan o'ralgan bo'ladi. Odatda insonlar Sardobadan toza suv ichishlik va issiqda salqinlanishlik uchun foydalangan. Odatda Sardobalar cho'llarga barpo qilingan. Har 40 yoki 50 kilometrga bitta Sardoba qurilganligi aytilinadi. Chunki o'sha davrlarda karvonlar 40 yoki 50 kilometr masofaga yurish imkoniyatiga ega bo'lgan. Keyin karvonlar to'xtab Sardobaning ichiga kirib, toza suv ichishgan va salqingina dam olishgan va yo'llarda keyin yana davom etishavergan. Bundan 500 yillar oldin Buxoroda Abdullohon II davrida 400 ga yaqin Sardoba borligi aytilinadi. Buxoro shahrining Xalifa Xudoydod masjidining ichida oldingi davrdan qolgan Sardoba mavjud. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu Sardoba joylashgan manzilni lokatsiyasini Telegram kanalga qoldirdim. Bemalol o'sha yerdan ko'rishingiz mumkin va foydali ma'lumot uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.